Orzularni aylaydi hadiya, baxt haqida birdam to'xtalar, hayot davom etadi deya ruhlantirar uchta nuqtalar. Oro berib ishq ko'nglingizga mahliyolar etaveradi, sevib qolgan har kuningizga undov qo'yib ketaveradi. Ko'hna umr bokira, unutilar ko'p narsa biroq katta harfli so'zlar xotira. Kimning umri bir varaq qog'oz, bir jumla so'z. Tashrif bergan mehmonlarimiz, avvalambor bugungi tadbirimizga, bugun mana shunday boshlangan ma'naviy ma'rifiy tadbirimizga barchangizni xush ko'rdik degan tarbiyalab yetishtirgan paxtachi tuprog'ida yana bir ijodkorni kitobini taqdimoti bo'lib o'tmoqda. Men bejizga Nodim Ziyovuddin nomini tilga olmadim. O'zini bosib o'tgan hayot yo'llarini yozib qoldirgan. Mana shu hayot yo'llaridan biz yoshlar ibrat olsa arzigulik ko'p sahifalari, ko'p hikoyalari bor. Mana hokimi o'rinbosari Mansur Abdunabiyevni davramizga taklif qilamiz. Bizga doim mana shunday nimalarni ulashishdan charchamaydi. Aslida o'yladimki, bu Abdurashid aka o'zini bir qiyomatga qolmaydigan qarz sifatida mana shu kitobda keltirgan o'zini ichki kechinmalari, yuqorida aytib o'tirilgan yozilgan odam birdan ko'z oldidan o'tkazadi ko'p voqealarni o'qiganda. Yana bir narsa e'tiborimni tortdi, shu har bir nima yaratuvchi inson o'ziga bir taxallus tanlaydi. O'sha yerda Janapar katta vazifasi shundayki, o'sha ikki nima o'rtasida ko'prik vazifasini o'tab beradi va ular haqida bo'ladigan o'ylaymizki, avlodlar ham, nevaralar, farzandlar ham narsalar davom ettirib, xalqimizni xuddi sizdek ijodkorlarning toifasi shunday bo'ladi, ba'zi birlar umrini yarimdan o'tib ijod qiladi. Ba'zi birlar bolaligidan ijodga kirishadi. Abdulaziz aka Jabborovni avlodlarini oldidagi qarzini uzgan, ya'ni bu qarzni qiyomatga qoldirgan. Qiyomatga qoldirgan qarz nazarlar bilan kitob bilan yaqindan tanishib chiqdim. Boltayev Tursunmurod aka, mana Abdurashid akani o'zlari bordi. Qaysilaringda haligi o'zingni yurtingni haligidek faoli fidoyisi bo'laman desang, mana shu asarni birgina o'qib chiqsang, ishtirok etadigan barcha nuroniylarimiz, onaxonlarimiz, o'quvchi farzandlarimiz albatta mana shu kitob bilan tanishib chiqadi. Qarorda mana shu ma'naviy ma'rifiy ishlar nihoyatda yaxshi oldini olish kabi eng nozik joylari bor ekan. Albatta mana shu kitob shiorlarda huzurini ko'rish Allohdan so'rab qolamiz. Siz elimiz uchun, yurtimiz uchun, prezidentimiz uchun sadoqat bilan xizmat qilayotganligingizning o'zi bu xalqimizning, Paxtachi tumani xalqining baxti deb hisoblayman. Sog' bo'ling, amon. Ustozimiz mana shu Jabborovning qiyomatga qolmagan qarz bu ikkinchi kitoblar ijodidan namunalar yetkazib turgan kitobni taqdimotda ishtirok etyapmiz. Avvalambor men Xudo xohlasa mana chiroyli so'zga chiqqanlar ta'riflab berdi. Kitob o'qish uchun xalqni ko'nglini topadigan asar yaratdi. Asar mana shu Abdurashid hayotda, qishloqida shu ijro qo'mita raislari chiqqan, kolxoz raislari chiqqan, hokimlar chiqqan, kichkina qishloq bo'lsa ham ma'naviyati ulug' bo'lgan insonlar abadiy qoladi. Mana
Boburiylar Andijonni qanday taratgan bo'lsa, bizning allomalarimiz, ularning asarlari bugun ham o'rganyapti. Mana shu ijod ilhomning otini qo'shimlari haqida juda chiroyli ta'rif beradi. Keyin oxirida o'zi aytib ketadiki, paxtachi haqida nafaqat paxtachi, butun viloyatimiz, respublikamiz haqida asarlar yozishmoqda. Kitobdir diye e'tirof etgan edilar buyuk mutafakkir Abdurahmon Jomiy. Qolaversa sizdek mehribon yurtdoshlarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Va ijod Qizg'onlar saroyida bosh vazir edi. Atirgullar, rayhonlar ulamo bo'lib, boshqa gullar oddiy fuqaro bo'lib, saroy saltanati tog' cho'qqisida go'zal lola yashar har doim taxtda. Har bahor ochilib nasr qoldirib, go'yoki go'zallik sirin yashirib, uning suhbatdoshi go'zal ohular, kechalari son sanoqsiz go'zal yulduzlar. Suhbat mavzulari go'zallik bo'ldi, go'zallik sirlarini ularga ochdi. Ular bir-biridan olib andoza, bu go'zallikka borliq lol bo'ldi. Kunlar o'taverdi, barcha shodon, ohi bordi yaqinroq bir buloq tomon. Oxiga duch keldi nodon bir inson, ohini quvib ketdi qo'lida kamon. Bugun juma muborak kunida mana shu Abdurash aka Jabborovni mana shunday katta tadbirda ishtirok etayotganimizdan nihoyatda biz xursandmiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun biz Paxtachi tumanida ajoyib bir ijodkor Abdurashid Jabborovning Qiyomatga qolmagan qarz kitobi tufayli Abdulhamid Jamoat fondi nomidan, qolaversa Qo'shqanot Xalqaro yozuvchilar uyushmasi nomidan tashrif buyurdik. Haqiqatda bugungi mana shunday kitob taqdimotini tashkil etgan tuman hokimligiga, nuroniylar jamoasiga, qolaversa mana shu texnikum ma'muriyatiga chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Bugun 3 avlod uchrashuvi doirasida, loyihasi doirasida mana shunday kitob taqdimoti bo'layotganidan benihoya xursandmiz. Biz ijodkorlar mana shunday taqdimotlarning ko'payishini, mana shunday ijodkorlarning ko'payishini juda bir istar edik. Albatta bugun Abdulhamid Jamoat fondi a'zosi hamda vakili sifatida Abdurashid aka Jabborovni biz Abdulhamid Cho'lpon jamoatiga a'zo qildik. Qolaversa Abdulhamid Cho'lpon ko'krak nishonini taqdim etdik. Bu bizga sharaf, bu mana shunday paxtachilik aziz ijodkor do'stlarga sharafdir. Bugungi mana shunday Abdurashid akani Qiyomatga qolmagan qarz kitobida bir necha mana shunday bandlar borki, har biriga ijodkor sifatida chiroyligini yondashgan. Hikoyalar olami, she'riyat olami, qolaversa tafakkur gulshani, eng asosiysi kitobga mana shunday o'zining shajarasining kiritilishi bizni benihoya xursand qildi. Albatta kitob insonni mana shunday kamolotga yetaklar ekan. Bugungi uchrashuvda yoshlarimiz ishtirok etayotganidan biz xursandmiz. Chunki kitob tufayli mana shunday yutuqlikka erishish, kitob tufayli mana shunday bir ulug'likka erishish bu har bir inson uchun baxt va sharaf deb bilaman. Assalomu alaykum tumandoshlar. Assalomu alaykum yaqinlarim. Assalomu alaykum do'stlarim, ustozlarim. Mana bugungi tadbir
men uchun juda bir katta bir sharaf desam adashmayman. Xudoga ming qadar shukrki, shu kunlarni ravo ko'ribdi. Men Allohdan ming marta roziman. Men o'zim mutaxassisligim hisobchi bo'lgan bilan baribir ham shu adabiyotga juda qiziqib, yoshlikdan ko'p kitob o'qib, ko'p shu momomlardan ertaklar eshitib, o'zimga juda bir o'zimga xulosa qilganman. Bu yozgan she'rlarim shu o'zimizda ona diyorimiz haqida, Paxtachi tumani haqida, o'zimizda bir vodiy, o'zimizda bir o'lka haqida ko'pinchalik shu o'zimizda ona tabiatimizni, o'zimizda yashab o'tgan insonlarni, qilgan ishlarini shu tarixga muhrlayman degan bir niyat bilan undan keyin nasr yo'nalishiga men qo'l urdim. Men nasr yo'nalishida hozir ham ijod qilib kelmoqdaman. Men kitob yozishimdan maqsad mana shu o'zimizda o'sib kelayotgan mana yosh avlodni kelgusida yaxshi shu vatanparvar ruhida tarbiyalashda, yaxshi bir kelajak qurishda meni kitobimdan nimadir olsa, nimadir xulosa qilsa, men o'zimni baxtiyor hisoblayman. Xudoga ming qadar shukrlar bo'lsin, shu kunlarga yetkazibdi. Kelgusi avlod bundan ham yaxshi ishlardi. Mana orqamizda yetishib kelyapti. Juda bir katta avlod, zabardast avlod. Bu avlodga men yaxshi zamon qurilishida, yaxshi davr bo'lishida men kuch-quvvat tilayman. Hammaga men o'zimni kitobimni bugun taqdimot kuni hammaga xalqimga o'qishini tavsiya qilib qolaman. Kitob haqida juda bir o'rinli savol. Mana meni kitobimda nasib hammalaringiz mana taqdimoti o'tmoqda. Yana sizlar qo'llaringizga borib tegadi. Bunda juda bir katta jarayonlar o'z ichiga olgan. Shu 20-asrning shu boshlanishidan boshlab to shu mustaqillik yillarida bo'lib o'tgan o'zimda ko'rgan kechirganlarim, eshitganlarim haqida men batafsil hammasini yozganman. Bu to'g'rida mana shu Amir Temur buvoni tillalari deysizmi, o'zimizda ijtimoiy jarayonlarimiz, o'zimizda bo'lgan bir ibratli bir voqealarni men hamma kiritib o'tganman. Bu yerda mana qiyomatga qolmagan qarz deb nomladim, buni bekorga emas. Bu yerda bir ikki taqdir juda bir-biriga kerak payti bir-biriga yordam qiladi, bir-biriga shu suyanch bo'ladi. Buni nasib bo'lsa kitob o'qish jarayonida bilib olasizlar. Undan keyin men shu o'zimda shajaramni kirgizganman. 1870-yildan boshlab men shajaramni davom ettirib, hozirgi kungacha yetkazib, oxiri qilganman. Nasib bo'lsa buni bolalarim, nevaralarim, chevaralarim davom ettirishiga meni ishonchim komil. Buni esa ertaga kelajak avlodga yaxshi xizmat qiladi degan umiddaman. Katta rahmat hisobingizga. Shu tuman madaniyat bo'limi ajoyib xushovoz xonandasi yana bir shuni aytmoqchimanki, ko'p yillik mehnat samaralarini ko'rganmiz, ko'p yillardan beri bilamizki, shunaqa mana shunaqa tashabbuslar ko'tardi. Biz davlatimiz rahbaridan mamlakatimizda qanchalik ko'p joylarda yillar oldin biranta bir daraxt yo'q edi yoki ko'kalamlashtirish ishlari olib borilmoqda. Hozir ekilgan manzaralarda yapon saporasi ekilgan. Berilgan ishlovlar, bunga berilgan mehr, hamma manzara boshqa hududlarga ham oxirigacha amalga oshiriladi. Qondirib biz